Hop, gilzani solish jarayonini boshladik. Mana bu eski gilza mana. Yeyilib. Endi yaxshi edi-yu. Birovlar hamma yo'q ko'raveryapsiz mana. Gilzani yog'lab olinadi. Yaqin yog'lab olib turadi. Rezinkani yog'lasang bo'ldi. Kimdir anaqa moslama qilib qo'yadi. Biz moslamasidan bosib ko'ramiz. Bismillah. Buni shildirib, boshqa qilib yotish keragi yo'q. Chunki shildirgani ham boshqa bo'lish kerak. Taxtada urib qo'y. Temirga temir shilib qo'yadi. Mana. Teptana bo'ldi. Dadam aytdi menga terbiya turibdi-da. Yangi ochib terbiya turibdi. Maxsus shpris bilan yog'lagani. Shunaqa gaplar. Mana qo'ygan joylari.